Xitoy o'tgan yili Sharqi Turkistonda zapas miqdori 741 milliard kub metr bo'lgan tabiiy gazliq bayqagan. Shuning bilan birga Tarim vodisidan zapas miqdori 1 milliard kub metr bo'lgan tabiiy gazliq bayqalgan. Xitoy davlat neft shirkati 2019-yili rekord xarakterlik miqdorda neft va tabiiy gaz bayqaganligini e'lon qildi. Mazkur shirkatning 2019-yili jami 640 ming tonna neft ishlab chiqarganligi haqida to'xtalgan Xitoy neftligining muavin direktori Li Guang ishlab chiqarish miqdorini yaqin kelgusida 3 million tonnaga chiqarishni planlayotganligini bildirdi. Shirkat yana Sharqi Turkistonda 741 milliard kub metrlik tabiiy gazliq bayqaganligini bildirdi. Lekin Xitoy Sharqi Turkistonda millionlagan kishini lagerga qamab, bostirish va ekspluatatsiya siyosatini davomlashtirmoqda. Türkiye'nin Afyon Qarahisar şəhərdə ommaviy tashkilot vakillari Sharqi Turkistonda yuz berayotgan bostirishlarga diqqatni tortish uchun bir yurak nomli faoliyat o'tkazdi. Faoliyatga Sharqi Turkiston majlisining raisi Setim Turk, Demokratik partiya raisi Gultekin Uysal, parlament a'zosi Burju Ko'ksal va nurg'unlagan ommaviy tashkilotlarning vakillari qatnashdi. Shuning bilan birga İstanbul Kadıköy'deki Rextim maydoniga jam bo'lgan motosikletchilar Xitoyning Sharqi Turkistondagi zulm siyosatiga qarshi namoyish o'tkazdi. Turkiya motosiklet munbiri nomidan e'lon qilingan bayonotda Uyg'ur musulmonlari turli kishilik huquq tajovuzchiliklarga va diniy bostirishlarga duch kelmoqda. Har fursatda bu fojia anglitilishi va aslatilishi lozim. Biz Sharqi Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlarimizning yanida deyildi. Dünya çempioni chechenlik boksyor Artur Batarbiyo Xitoy raqibi Ming Fallong bilan Xitoyda o'tkaziladigan musobaqaga qatnashmaslikni qaror qildi. Boksyor Batarbiyo Sharqi Turkistonda Xitoy zulmiga uchrayotgan Uyg'urlar uchun Xitoydagi rekordni saqlash musobaqasiga chiqmaslikni qaror qildi. Xalqaro boks jamiyati va Dunyo boks klubining yenik darajaliklar bo'yicha dunyo chempioni bo'lgan musulmon Artur Batarbiyo Xitoy raqibi bilan Xitoyda o'tkaziladigan musobaqada uchrashadi. Uyg'urlarni qirg'in qilgan va turli tajovuzchiliklarni elib berayotgan Xitoyga norozilik bildirgan Batarbiyo dunyo boks jamiyatidagi chempionlik unvonidan voz kechdi va Xitoy uchun tashviqot qilib bermaydiganligini bildirdi. Xitoyda sababi texi bilinmagan, lekin alomatlari tipik bo'lmagan o'pka yallig'i yana sarisga o'xshab ketadigan bir xil nafas yo'l kesili bilan yuqumlanganlarning soni 59 ga yetdi. Yerlik doiralar bo'lsa, Wuhan shahrida necha 10 kishida ko'rilgan bu kasallikning saris emasligini bildirdi. Wuhan sahiyat tarmoqlari bu xil kasal bilan yuqumlanganlarning sonining 59 ga yetganligini uqtirdi. Bayonotda kasallarning davolanayotganligi, bulardan 7 kishining ahvolining og'ir ekanligi bildirildi. SARS kesili 2003-yili Xitoyda 349, Hong Kongda 299 kishining o'limiga sabab bo'lgan. İran hukumati e'lon qilgan yozma bayonotda Tehron doiralarining yadro kelishimidagi barliq ahdlarini vaqtli to'xtatib qo'yganligi bildirildi. İranning xalqaro atom energiyasi organi bilan hamkorlikni davomlashtirganligi ta'kidlangan bayonotda embargolar bekor qilinsa va manfaati kafolatga ega bo'lsa, Tehronning kelishimga qaytib kelishga tayyor ekanligi bildirildi. Yana bir tarafdan İran davlat bexatarlik oliy kengashi bosh kotibi Ali Shamhani Amerikaga qat'iy harbiy qarshilik bildirganligini aytdi. Amerika prezidenti Donald Trump bo'lsa, İran hujum qilsa, Amerikaning Irondagi 52 nuqtani bombardimon qiladiganligini bildirdi. Shuning bilan birga Yevropa ittifoqi İran tashqi ishlar ministri Zarifni Beruselga taklif qildi.